Assalomu alaykum. Yaxshi niyatda uy qurdingiz. Endi sizga hamma narsa bitgan darvoza kerak. Darvozachi, Surxon darvozachiga bemalol murojaat qilasizlar. Chiroyli qilib ishlaringizni bitirib beramiz. Yaxshi sifatli darvozalar qilib beramiz. Mana bu pechatning listi oxirgi varianti 1-2lik. Mana bu ichidagi profillar 6-4 1-3lik. Mana bu oshmosh tarafdagilar esa 2lik stenasi. Mana bu shivillerdan bo'lgan. Bu darvozamizni kecha qo'ydik. Yomg'ir yog'ishiga qaramasdan o'rnatib berdik. Ozgina kamchiliklari bor. Xudo xolasa kraskalarini tugatib, chiroyli qilib beramiz. Mana zamoklarini hali betlariga darvozani betiga mana bunaqangi nerjaykalarni ham o'rnatib beramiz. Kimga mana shunaqangi sifatli darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ishingizni chiroyli qilib olib borib o'rnatib berish, zakaz olish, kelishtiramiz. Kvadrati kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqing bizga.